Ko'ryapsiz, sovuq ham tushib qoldi. Sizga kommunikatsiyadan umuman muammosi yo'q bo'lgan, eng zo'r joyi 2-3 qavatdan bo'lgan kvartira bilan keldim. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Umumiy maydoni 56 kvadrat metr, shundan foydali maydoni 42 kvadrat metrni tashkil qiladi. 7 qavatli domning 3-qavatida joylashgan, liftlari ham bor. O'rta podyezdda, qishda issiqni yaxshi ushlab turadi, yozda esa havosi yaxshi bo'ladi. Kvartira 2 xonali, planirovkasi qulay, mebel va texnikalari qoladi, ya'ni kirib yashashni boshlab yuborishingiz mumkin. Televizor, xolodilnik va kir yuvish mashinasi ham olib ketiladi. Qolgan jihozlar esa sizga beriladi. Isitish tizimi duvuq kontur kotel orqali otopleniyada ishlaydi. Bu hududda kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya barqaror ishlaydi. Atrofida bog'cha, do'konlar, jamoat transporti va shahar markaziga chiqish qulay. Narxini egalari 38 ming deyishyapti. Siz uchun yana kelishtirib beramiz deyishdi. Manzil esa Farg'ona shahar hokimiyati orqasida, Yulduzcha bog'cha yaqinida 29-xonadon. Egalarining raqamlari shundoqqina ekraningizda bemalol bog'lanib kelishsangiz bo'ladi. Agar qulay qavatda, tayyor holatda markazga yaqin uy qidirayotgan bo'lsangiz, bu variantni vaqt cho'zmay ko'rib chiqing.